Bu Shvetsiyada yurgan Muqim Mahmud degan akamiz bor, ahli ilm odam. Shu odamni bir ateist hamrohi bor ekan. Ateist, Xudoga ishonmaydi. Qalbida hech narsa yo'q. O'ldik, biyo musurga aylanamiz deb yurar ekan. Endi insonning boshiga har xil holat tushadi. Har vaziyat, oila, sharoit, qarz, havola shunaqa. Bir kuni o'tirib Muqim akaga aytarmish, yig'lab. Muqimjon, senga maza dermish. Nimaga? Chunki seni Xudoying bor. Boshingga bir narsa tushsa Allohga duo qilasan, Xudoyingga duo qilib yig'lab ichingni bo'shatib olasan. Menga qiyin, meni Xudoyim yo'q. Qayoqqa bosh urishni bilmayapman derkan. Qarang, qanaqa qorong'ulikda yashaydi ular. Ularni umidi yo'q. Ular o'ta iztirobli hayotni kushandasiga aylangan ular. O'sha iztirobli hayotni botqog'iga tushgan odamlar. Shubha asosdan boshlanib insonni shu joyga olib boradi. Mo'minni qiynab bo'lmaydi. Iymoningiz bo'lgandan keyin siz har doim eng go'zal suratni ko'ra olasiz. Chunki innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo o'zi jamil, go'zal zot. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Yaratgan narsasining hammasida go'zallik bor. Faqat ko'ra olishimiz kerak. Ko'ra olmasak, aybni Qur'ondan, sunnatdan emas, Alloh subhanahu va taoloning yaratishdan emas, o'zimizning jaholatimizdan qidirishimiz kerak.